Assalomu alaykum. DTM 2024 savollarni ko'rishda davom ettiramiz. Demak, quyidagicha funksiya berilgan. f(x) ildiz osti 5 bo'lingan x. Bu yerdan dx ni topish kerak. dx bu funksiyaning aniqlanish sohasi. Demak, javoblarga e'tibor beradigan bo'lsak, javoblarda birinchi, ikkinchi javob y bu funksiyaning qiymatlar sohasiga tegishli. Shuning uchun ikkalasi ham javob bo'la olmaydi. Keyingi ikkita javob ikkalasi ham aniqlanish sohani bildiradi. Ikkalasidan biri javob bo'lishi mumkin. Demak, funksiya ildizli bo'lganligi uchun buning aniqlanish sohasi ildiz ostidagi ifoda 0 dan katta yoki teng. Endi agar 5 0 dan katta bo'lsa, kasrning qiymati 0 dan katta bo'lishi uchun x ning o'zi ham 0 dan katta bo'lishi kerak. Nima uchun katta yoki teng 0 bo'la olmaydi? Chunki ildizli ifodalarda ildiz 0 ga teng bo'lmaydi. Shuning uchun javob x 0 dan katta, ya'ni C. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing va tanishlarga yuborib qo'ying.